Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. YouTube kanalimizga shunday obuna bo'lib, shunday videolarimizni yoqqan bo'lsa like bosib tarqatib yuborasizlar. Sizlardan iltimos. Ramazon oyida savobli ishlarga qo'l urishni boshladim yana. Chegirmani kattasini qo'yib qo'ydim. Dastavkasi bilan $2200. O'zimiz dastavka qilaveramiz desalar $2100. Shot spravkalar nomlaringa yozib beriladi. Bemalol to'liq zaryadda hozirgi paytda 120-30 kilometr yuryapti. Shunday qitirib yozgi kunida havosiga sal 150 kilometr. Buni qarang, chegirmalarni qarang. Obunachilarim, bu xafa qilyapsizlar mana Ramazon oyida. Savobga sherik bo'laylik, savobga. Buni qarang. Voy. $800 dan qivordim, $800. Bugun bayramda ayollarni xursand qilib qo'yinglar, xursand. Sizlardan nima ketdi, akaxonlar kindo'shkalarni xursand qiladigan vaqt keldi-yu. Manzilni bilasizlar, Qo'qon shahar Novoy ko'chasi Tavbat klinikani shunday biqinida mana. Islom Karimov instituti motorollarni vashi bomba qilib yubordi. 500 kiloliklar $800 qilib qo'ydim. 600 kilolikda 600 kiloliklarimizni $900 qilib yubordim. Litva akkumulyatorlari bilan 1 tonnaliklarimiz $1050 da. Kabinkalarimiz ham cheksiz narxlari tushib ketdi. Hali rakshamiz bor edi. Raksha bilasizlar, Hindistonliklar menga Salmonxonchi, Salmonxon. Buni-chi hali qizchasiga qo'ygan ekanda. Radha degan qizni shuni perevod qilib turib, raksha deb qo'ygan ekanda, qarang. Buni qarang, turishini qarang. Vaqti keldi, bu ota-onani xursand qiladigan paytlar keldi. Aka-ukalarni qanday bir ehsonni dargohida keyin deyshadi-yu. Bitta gazini bosinglar, to'liq zaryadda 100 kilometr yuryapti. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, bizni kuzatib borasizlar. Har kuni yangi videolar qo'yishimiz. Telefon nomerlarimiz ekranlarda shu yerda bor, bilasizlar. Shuni qilasizlar, telefon chiqarasizlar. Bemalol.